Sinfdan tashqari o'qish darslarida o'quvchilarni kitobxonlikka tatbiq etish mavzusi orqali biz o'quvchilar bilan sholg'om ertagini sahnalashtirdik. Qadim zamonda chol va kampir yashagan ekan. Chol bir kuni tomorqasiga sholg'om ekibdi. Sholg'om tezroq qayta bu. Sholg'omni ekib uyiga kirib ketibdi. Erta tongdan chiqib qarasa, kattakon sholg'om pishib yetilibdi. Kampirimni bir xursand qilay. Debdi-da, sholg'omni torta boshlabdi. Sholg'om chiqmabdi. Kampir, menga yordamlashib yubor. Kampir chol sholg'omni tortibdi va torta olishmabdi. Nabiram, menga yordam berib yubor. Xo'p bo'ladi buvijon. Nabira kampirni, kampir cholni, chol esa sholg'omni tortibdi. Torta olishmabdi. Kuchuk, bizga yordam ber. Vo. Kuchuk Nabirani, Nabira kampirni, kampir esa cholni, chol sholg'omni tortibdi. Torta olishmabdi. Mushuk, uxlavermasdan bizga yordam ber. Miyav. Mushuk kuchukni, kuchuk Nabirani, Nabira kampirni, kampir esa cholni, chol sholg'omni tortdi. Baribir chiqasa olishmabdi. Debdi mushuk. Sichqon mushukni, mushuk kuchukni, Nabira kampirni, kampir cholni, chol esa sholg'omni torta olishmabdi va sichqon sholg'om atrofini chiyillab bir aylanibdi. Taglarini yumshatibdi. So'ngra barchalari birgalikda tortishibdi va sholg'om yerdan uzilib chiqibdi. Uni uyiga olib kirib, kampir shiringina, mazali, vitaminlarga boy sho'rva tayyorlabdi va sho'rvani mazza qilib ichib olishibdi. Birlashgan ko'zlar birlashmagan so'zlar. Demak, birlikda gap katta ekan-a? Jamoa bo'lib birgalikda harakat qilganligi uchun sholg'omni tortib chiqarishdi. Bir o'zi harakat qilsa, tortib chiqaza olmas ekan. Shu sabab barchamiz ahil yashashimiz lozim ekan.